Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Mana navbatdagi ishimizni Xudo xolisa Samarqand shahar tuman qishloqqa qo'yib berdik. Bu ishimizni bir vagonometri 3.400.000 so'm, sababi bo'yni balandligini o'zi 280 million, shuni hisobiga 3.400.000 so'm akrildan. Xo'p, demak, ishda arzon qilgan ketdik do'stlar. Xo'p, ishimiz o'sha akril Kashtan firmaniki, Turkiyaniki. Qalinligi 18 mm tashkil qiladi. Uydagilarga o'sha oq rang yoqqanligi uchun oq rang tanlashdi. Yonlaridan polnis oq qildik. Faqatgina profillarini agita profil Turkiyaniki o'sha qora glyansiy bilan qilganmiz. O'zi ko'proq matvidan foydalanamiz. Bu safar akril oq bo'lganligi uchun buni ham glyансiydan qo'ydik do'stlar. Polnisni ko'rib turibsizlar, mana bundaysiga lentalarni tortib chiqqanmiz. Bu lentalarni ham o'sha laminat ichini o'yib turib, mana bundaysiga mana ko'rsatib bersakladir. Bundaysiga laminat bilan bir tekisda turadi. Tepaga ham dakan solib chiqayotganimizda bu tarafiga mulaganmiz. Mana bu joylari ham xuddi shunday. Bu yerdan osilib qolmaydi, boshqa bo'lmaydi. Buni ham xuddi o'shanday qilib turib ichiga olganmiz do'stlar. Xo'p, ishni kelgan vaqtimizda mana shu joygacha o'lchangan razmerimiz. Bu yerdan haldeniyni shu pinalni ichiga olib keting dedi. Shuni hisobiga haldeniyni pinalni ichiga oldik do'stlar. Tepa qismi bu haldeniyni yondan sazor tashab qo'yganmiz. Sababi bu haldenni stroyniy emas. Shuning hisobiga havo sirkulyatsiyasi bo'lib turishi kerak, aylanib turishi kerak. Agar stroyniy haldenniy bo'ladigan bo'lsa, uni ichkariga olib turib, fasadini bir xil eshikka o'rsak bo'laveradi do'stlar. Bu yerga o'sha ko'rib turibsizlar, pepelli oyna qo'yganmiz. Polkalar ham oynadan qimmat idishlarni qo'yib qo'yadi. Kelgan odamga chiroyliroq ko'rinadi, ham o'ziga ham xonani ham dizayni bo'lib turadi do'stlar. Haldenniy tepa qismiga ham qo'shimcha shkaflar qilib berganmiz. Ruchkalari ham o'ziga xos, o'zgacha dizaynda bo'lgan. Mana bu yerdan bemalol foydalansa bo'laveradi. Petlarimiz o'sha har doimgidek Samet Turkiya petlari hisoblanadi. Tepa qismi, pinal qismining balandligi do'stlar 45 cm bo'lgan. Xo'p, ichi chuqurligi 55 cm bo'lgan do'stlar. Bu yerga juda ham ko'p narsalar bemalol kelib ketadi. Buni har bittasini alohida tayyorlaganmiz, materialdan ekonom qilmaganmiz. Sababi ish sifati buzilmasligi uchun ham mustahkamligi bir-biriga kirplanib yaxshi yopishligi uchun shunday qilganmiz do'stlar. Bularni ham o'sha polnisni ko'rib turibsizlar, hozir bo'yimiz sal yetmayapti. Nasoslargacha qo'yib berganmiz do'stlar, ko'taradi, o'zini ko'tarib turadi do'stlar. Bularga ham o'sha high-tech fasondagi ruchkalardan qo'yganmiz. Mana hech qanaqasiga arzon ruchka umuman ishlatilmagan, arzon narsa ishlatilmagan umuman do'stlar. Bu tepasiga keladigan bo'lsak, har doimgidek o'sha biz ishda mo'ykan tepa qismiga sushulkalarni joylab berganmiz. Sushulkalarimiz o'sha nijabeka suvga hech narsa bo'lmaydi. Xo'p, bu sushulkani ichini kengligi 80 cm ni tashkil qiladi do'stlar. Bu yerga ham ko'rib turibsizlar, ruchkalarni ham petllarni mana yopilishlari. Sizlar pastdan shu zazorlarga e'tibor bersanglar bo'ldi do'stlar. Asosan zazordan bilib olasizlar qanaqa ish chiqqan, nima ish chiqqanligini. Xo'p, bu ishni ham mana ko'rib turibsizlar, o'zimiz o'rnatdik, ustanovka qildik. Bugun ikkinchi kun ustanovkamizni bir kun oldin obeddan keyin kelgandik, ozgina ulgurmadik. Bizda unaqa shoshilish bo'lmaydi. Akkuratni joy-joyiga. Yana bir narsa ko'rib turibsizlar, past polnisni uringni qo'yganmiz. Polni o'zi uringdan tushib turibdi do'stlar. Shu yerda bitta narsani aytib o'tamiz. Oshxonani solayotgan vaqtlarda, umuman uyni solayotgan vaqtlarda birinchi o'rinda shu polni uringiga e'tibor beringlar. Sababi ertaga mebelni olib borgan vaqtda oldiga yotib qolishi mumkin, orqaga yotib qolishi mumkin. O'shanda eshiklar bir-biriga kelmaydi. Bu yerda mebelchi diqqat bo'ladi, bu yerda uyda egasi nima bo'ladi, muammolar kelib chiqadi. O'shaning hisobiga birinchi o'rinda pol tekstlab olsanglar, hamma narsa joy-joyiga to'g'ri kelib ketadi do'stlar. Xo'p, mo'ykamiz o'sha har doimgi smartech, original mo'yka. Xo'p, paramas smesitellarimiz, bu yerda dozatorlari bor. Bu yerda o'sha meva-cheva yuvgani savatchalari ham bor do'stlar. Mo'ykani pastdan ochiq turadi.
Hop, bu ishimizda ham o'sha musor paqiri bor edi. Hozir safda qolgan bu narsalar endi. Musor paqiri qo'yiladi bunga albatta. Moykalarni, smesителlarni joy-joyiga qo'yib qo'ydik, faqat bu tarafdan ulansa bo'ldi do'stlar. Xo'p, bu yerda o'sha qoshiq soladiganlari, bularni ham turetiski originaldan qo'yganmiz. Keyin rolikni tortilishiga, ochilishiga e'tibor beriladi do'stlar. Yosh bolalar kelib ochib olmaydi. Buning sababi tandem bo'ladi. Mana 5 sm da o'sha o'z sekin tortib olyapti do'stlar. Mana shunisiga ham e'tibor berasizlar. Bu yerlardan pastlarini band qilganmiz do'stlar. Xo'p, bu yerda o'sha ko'rib turibsizlar, zazorda ham mana shu eshiklarimiz hammasini zazori mana bitta pirusdan o'sha tarqayapti. Sababi dizaynni shunaqa chiqarganmiz, ham zazorni ham e'tibor qilasizlar do'stlar. Yaqinroq ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerga o'sha 80 sm lik turib, ichini polkali qilib, bitta kamera qilganmiz. Bu yerda ham bemalol kattaroq narsalarni qo'yib foydalansa bo'ladi. Ruchkalarimiz ham neobычный chiqqan. Uzoqroqda bitta oladigan bo'lsangiz, har bittasining rasmeri, pastki rasmeri, tepani rasmeriga mos kelgan do'stlar. Mana shunday sizga hisobini chiqarsanglar bo'ladi. Mana bu yerda 80 lik eshik, bu yerda ham 80 lik, bu yerda 60 lik komodimiz, mana bu yerda 60 gaz o'zligi turgan. Mana shunday tushyapti. Bu yerda 80. Joylashtirganimizga bitta kommentariyada o'zingizlar fikrlar bildirib qo'yasizlar. Bu yerga o'sha stroyli duxovkalarni qo'yib berganmiz. Juda ko'pchilik aytib o'tib ketamiz. Mana shu stroyli duxovkani o'zi bunga qatiriladi do'stlar. Korpusiga qatiriladi. Mana bunda ikkita yo'ldan qatiriladi. Bir joyda bir yaqin insonimiz bor edi. Biz kuzatib borar ekan o'sha Telegramdan, YouTubedan mana shularni qo'ymabdi, joyiga chaqirdi. Boshqa qildi. Ko'p nimalar ham bor ekan, qolgan cholishlari ham. Mana shunisini ham qatirmagan do'stlar. Buni qatirmasa bo'lmaydi. Sababi bu yerda o'sha qizib issiq shu somsa nima bo'lsa ham chiqadi. Olayotganda qo'l-qo'liga patnis tushib ketib qolishi mumkin, yo chiqib ketishi mumkin. Shuni hisobiga buni qatirib ketishingizni so'rab qolamiz. Xo'p, bu yerga o'sha mikrovolnovkalarni qo'ydik. Mikrovolnovkasi ham albatta qat'iy do'stlar. Bu mana shu yerdan qat'iy, o'zining qopqog'i bor, qopqog'i bilan yopib qo'yiladi do'stlar. Bular stroyli duxovka, mikrovolnovkalar hammasi Hoffmann'dagi bo'lgan. Gaz plitasi ham Hoffmann 3+1, bitta elektrichеский, 3 ta gazi bor. Bu yerda vitishkasi ham Hoffmann bo'lgan. Faqatgina shu xaldiligi Hisense bo'lgan, shu xolos. Va tepa qismini ham o'sha kattagina qilib nima qilganmiz? Bu yerga o'sha mantiqasidan shunaqa narsalarni qo'ysa bo'laveradi do'stlar. Tepa qismini aytib o'tdik. Mana bu yerda o'sha ikkita polkali qilib qo'yganmiz do'stlar. Bu ham kattagina xonani tashkil qiladi. Bu yerda mana tepaga ochiladi. Mana bu vitishkasini o'sha orqadan o'tgan turbasi bor ekan, o'shanga moslab qo'yib beradi do'stlar. Xo'p, bu yerda ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana do'stlar, bemalol o'zini ko'tarib turadi. Hammasi shuruplar joy-joyiga qatilgan. Ochib yopilishlariga e'tibor berasizlar do'stlar. Akrilimiz o'sha kashtanligi, buni original emasligini mana shundan farq qilsanglar bo'ladi. Qalinligi mana 18 mm, kromkasi ham 2 lik PVH kromkani qo'yganmiz. Bu ishimizga ham do'stlar o'sha sensorni upravleniyani qo'yib berganmiz. Bu tarafdan ko'rsating. Xo'p, mana shu yerga sensorni upravleniyani qo'yganmiz. Kelgan vaqtda qo'lni olib olasiz, o'chadi, yana olib olasiz, yonadi. Mana. Og'riq bormi deb qo'ya olasiz. Mana. Xudo xolasa ishimiz sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Mana shu yerga mana ko'rib turibsizlar, hech bir narsani nazardan chetda qoldirmadik. Bu yerga o'sha turbalarni ham joylab ketganmiz. Bu ham o'ziga yarasha vazifani bajaradi. To'klarigacha ulab berganmiz. Kelgan vaqtimizda bu yerda bitta to'k chiqqan joyi bor edi. Elektr sifasini, elektr chaqiring boshqa demadik. O'zimiz ulab ketdik, bu yerga to'k tushirdik. Nariga, duxovkaga, mikrovolnovkaga, vitishkaga, gazga tushirdik. Mana bu xaldilnikka ham tushirdik. Полностью ulanishni ham ko'ryapsizlar. Hammasini o'zimiz qilib ketdik. Xo'p, do'stlar, kimga shunday mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu tarafdan ko'rsatib turamiz obzorni. Uzoq yaqinda yurgan aka-ukalar, opa-singillar
kanalimizni kuzatayotgan kuzatuvchilar, obunachilarimiz bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Joylar borib, razmer olib, o'sha razmerga tayyorlab beramiz. Slogan qo'yiladi albatta. Joyga borgandan keyin 3D variant chiziladi birinchi o'chirda. 3D variant chizilib, mana bu yerga shunday ko'rsatamiz. Sizga ma'qul kelsa, o'sha narsani yasab beramiz do'stlar. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar do'stlar. Rasm nomerlar qoldiramiz. Sizlar bilan yana YouTube orqali ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Albatta, like tugmasini bosib qo'ying.